Propanni yechib otaydigan payt keldi yozda do'stlar. Buni biz injektor qilib bergan ekanmiz. Qo'qondan Toshkentga borishibdi, rasxodini o'zlari aytishyapti. Propani ham bor, atak benzinni sinashibdi, o'zlaridan ishtamiz. 250 kilometrga 15 ta rasxod qilyapti benzinni bu toychog'imiz. Benzinni. Kalkulyatsiya qilinganda 6 litr rasxod qilayotgan bo'lyapti. Hozir propanda ham даже videolar qo'yapti, 8 litr, 9 litr qilyapti. Yozgi kunida benzin yaxshi bo'ladi, benzinlar serob bo'ladi, imkon qadar benzinda yurib tursa ham bo'laverar ekan. Zo'r. Injektor qilib berganmiz buni, qishda injektor qilgan ekanmiz, sinab kelishdi, xullas chotga. Yotib borasizlar, xizmatlar bo'lsa, injektor xizmatlari bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib borasizlar. Damas injektor bo'lgan. Bu videoga o'rtog'im tushib berishdi, yana bitta odam, ikkita odam haqli bo'lib qolmasin, o'rtoq tushib berishdi, kerak tushmadi. Aytilgan gapni do'stim bajarib berib turishdi, kuzatib borasizlar. Negativ bo'lishi yo'q, kommentariy yozib ketasizlar, qancha kilometr yuryapsizlar, damazlaring, mashinalaring.